Assalomu alaykum do'stlar. Bugun 9-iyul. Dilmurod akani ishlari bo'yicha 1-iyulda sud bo'lgan edi. Bugun qarorni olgani kelgandik. Demak, akamiz patentga topshirib, patentni qo'llariga olmasdan turib, ishga chiqqanliklari uchun ushlab videovariyani qilishgan edi. Jaloba topshirgan edik. 1-iyul kuni sud ishni ko'rib chiqdi. Va patentni olmasdan turib ishga chiqqan bo'lsalar ham, aslida ayblari bo'lsa ham, sud aybsiz deb topishiga erishdik. Ya'ni bu aslida bunday holatlardagi juda noyob holat hisoblanadi, chunki sudlar bunday holatlarda aybsiz deb topmaydi. Va bu bizning praktikamizda ham birinchi marta patentni qo'liga olmasdan turib ishga chiqqan odamni sud aytaylik aybsiz deb topdi. Dilmurod aka, birinchidan shu ukamiz bilan ish boshlaganimizdan juda xursandmiz. Minnatdorman, judayam. Bizlar sumkani ko'tarib o'sha samolyotga uchib ketish niyatida edik. Bu ukani Instagramdan ko'rib topdik va tanlaganimizdan minnatdormiz. Mana qaror mutlaq beayb deb topdi. Ukamizning sharofati bilan ming bor rahmat deb aytaman. Shunaqa menga o'xshagan musofir ishchilar, vatandoshlarimiz yoki shu menga o'xshagan shunday videovariyani olgan bolalar bo'lsa, shu ukamizga uchrashishini tavsiya qilib qolardim. Bunaqa holat kamdan kam mutlaq beayb deb topildi. Mana Yugurskiy sudda yonida turibmiz. Shu ukamizga ming bor rahmat aytamiz. Ishlariga muvaffaqiyat nasib bo'lsa, Xudo xolasa yaxshi kunlarda biz qaytarishni niyat qildik. Rahmat. Dilmurod aka juda xavotir olgandilar. Ishni boshidan deyarli har kuni yozardilar, har kuni telefon qilardilar. O'zi ham hamma yuristlar bilan gaplashib chiqqan ekanlar. Konsulstva qolmagan, boshqa joy qolmagan. Hamma yuristlar bilan gaplashib, oxiri bizga murojaat qilishni tanlagan ekanlar. Mana Xudoga shukr, juda ajoyib rezultat bilan chiqdik suddan.